Assalomu alaykum. Humoyun Ustauz kanalini kuzatib borayotgan hurmatli yurtdoshlar, kanalimiz obunachilari, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, sog'misizlar, salomatmisizlar aziz yurtdoshlar. Navbatdagi fayzli xonadonga chiroyli qilib zakaz bo'yicha tayyorlangan mana shu uzum tokimizni olib kelib ustanovkasini qilib berdik. Xudo xolasa mana ishni yakuniga yetkazdik. Albatta videolarimizni oxirigacha ko'rsalaring. Bu o'rnatgan uzum tokimiz bo'yicha ma'lumot berib o'tamiz. Albatta hozirgi kunda juda ko'p yurtdoshlarimiz mana shu issiqlik tufayli xonadonlarini mana shu hovlini chiroyli qilib yoptirish maqsadida albatta yurishibdi. Chiroyli qilib ma'lumotlarni beramiz. Shunaqangi sifatli uzum toklar, naveslar qo'ydirish niyatida yurgan aka-ukalarimiz bo'lsa, bemalol ekranda nomerlarimizni qoldirib o'tamiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xohlasa xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab chiroyli qilib tayyorlab zakaz bo'yicha kelishilgan holda ustanovkalarini qilib beraveramiz. Aziz yurtdoshlar, bu ishimizni Farg'ona viloyati Furqot tumani Shoyinbek qishlog'iga olib kelib o'rnashtirib berdik. Uzum tokimizni razmeri aziz yurtdoshlar, mana shu eniga, uzunasiga 10 metr bo'ldi va bu yog'iga mana shu shifrga chiqqan joydan bu firmagacha 12 metr razmerda bo'ldi. Bu uzum tokimiz aziz yurtdoshlar, stoykalaridan boshlasak ma'lumotini berishni, mana shu stoykalari 10 yo'llik profilda bo'lgan, uchlik stenali profilda qilingan, baquvvat qilib. Mana shu tepa qismlarini, xori qismini 40 sm ga, bu yog'ini 10 metrli qilib, lazerli variantda qilib, zamonaviy ham baquvvat qilib chiroyli qilishlar berganmiz. Va endi bu uzum toklar, naveslar baquvvat turishida, bir yog'ingarchilik bo'lganda, boshqa bo'lganda, bir ortiqcha yuk tushganda mustahkam turishini hisobini olgan holda, ham mana shu uzum tokimiz 50 ligini hisobini olgan holda mana shu firmalarini 4 ga 4 lik profil 1.7 lik stenalisida ishlatilgan. Mana yaqinlashtirib ko'rsatishimiz mumkin. Va oralariga har 1 metrga shu katta eskullardan qo'yib, o'ziga xos fasonda qilib chiroyli qilib ishlab berganmiz. Va mana shu firmalarimiz aziz yurtdoshlar 10 metrga 9 ta firma tushirganmiz. 1.20 sm dan tushdi mana shu firmalarning oralig'i. Endi bu uzum tokimizni 1 kvadrat metrini dostavka, ustanovka, material, xizmat haqi hamma yo'q ichida. Mana shu setkasini tortib berish ham shuni ichida bo'ldi. 235 mingdan kelib o'rnayapti va xonadon egalari bu setkani отдельно o'zlari olib kelib berdi. Mana salqin bo'lishini hisobiga juda ko'pchilik yurtdoshlarimiz setka olib kelib beryapti, chiroyli qilib tortib beryapmiz. Bu uzum tokimiz aziz yurtdoshlar, aytib o'tdik narxini, общий summasi 29 million so'mga bityapti va albatta buni arzoni ham bor, qimmati ham bor. 150 mingdan hozirgi kunda 300 minggacha tayyorlab beryapmiz. 150 mingdan 200 minggacha bo'lganlari 25 lik turbadan tayyorlanyapti va asosiy hozirgi kunda bagati qilib ham hamyonbop, ham bagati qilib, sifatli qilib qo'ydiraman deganlar mana shu holatda qilib qo'ydirishyapti. 230 ming, 240 minglik variantini. Bu holat aziz yurtdoshlar, xohlagan paytda, xohlagan joyda bemalol xolasangiz leksan, xohlagan paytda tunuka qilib, chiroyli qilib yoptirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shunga tayyor qilib setkalarigacha tortib qo'yilgan. Aziz yurtdoshlar, bemalol har xil joylarga qildirish niyatida yurganlar aloqaga chiqaverasizlar. Shu do'konlarda oldi bo'ladimi, xonadonlar bo'ladimi, skladlar tomini yopish kerakmi, bemalol chiroyli qilib tayyorlab qilib berilaveradi. Aziz yurtdoshlar, videolarimiz yoqqan bo'lsa, ishimiz yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib, oshna og'ayni do'stlar guruhlariga podelitsiya qilib qo'yishni unutmaysizlar. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.